Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, chorvadorlar, chorva ishqibozlari. Praktikadagi veterinar faol men Farhod Olimovich, Zabet Farm, Apitsenna, Veteriya, Likra, Kerbal korxonalari hamkorlikda fermer rivojlantirish dasturi bo'yicha bugun Uzun tumanidagi O'ktam Xudoy fermer xo'jaligiga keldik. Va bugun biz bularga birinchi navbatda buzoqlarni to'g'ri oziqlantirish uchun ozuqalarimizni, sog'in sigirlarni ko'paytirish uchun ozuqa qo'shimchasini hamda buzoqlarni, burdoqli buzoqlar, burdoq ho'kizlarni tez semirishiga sababchi bo'ladigan ozuqa qo'shimchalarini taqdim qilgani keldik va bularga qanday berish kerak, qanday qilib ishlatish kerak, hamma yo'l yo'riqni ko'rsatamiz. Va har bir buzoqlarni kerakli buzoqlarni, yangi tug'ilgan buzoqlarni tarozidan tortgan holda uchotka olamiz. Bir oydan keyin o'sha buzoqlarni taroziga tortib, necha kilo yem yegani hamda necha kilo ves olganligini o'lchab sizlarga taqdim qilamiz. Biz bilan birga qoling va biz ko'rsatgan natijalarni guvohi bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hurmatli fermerlar, chorva ishqibozlari, mana bu yerga bilsalaring, o'tgan safar 30 ta molni baylab beraman. 30 ta molni sizlarga ratsioningizdan boqamiz degandilar. Mana bugun likrani burdoqli ho'kizlar uchun mo'ljallangan premiksini olib keldik. Hozir buni bir kosani taroziga tortganimizda mana shu 1 kilo bo'ldi. Endi buni bir boshdan yemin ustiga to'kib chiqamiz. Bir kosa 20 ta molga yetish kerak. Bismillah. Mana hidlar o'sha hidga aniq qilib boshladi, ko'nika boshladi bular. 1,5 kosa ertalab 30 ta molga, 1,5 kosa kechqurun 30 ta molga beriladi. 3 kosa ekan-da, o'sha kosa. Kuniga 3 kosa. Ha, 24 soat hisobiga 3 kosa, 3 kilo ekan-da. Mana shu yem ustiga to'kasar, o'zlari aylanib yeb boshlaydi. Rivojlanish o'zgarishi ham yaxshi bo'ladi. Hozir biz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta buzoq taroziga tortdik. Jami 487 kilo bo'ldi 26-yanvar holatiga. O'shanda 100 kilo tirik vaznga 1 kilo hisoblaganimizda 5 kilo yem yeyish kerak. Bular bir oylik buzoq. Hozir shu yem berishni ham ko'rsatib beramiz. O'ktam Xudoy fermer xo'jaligi yosh buzoqlarga likrada ishlab chiqarilgan buzoqlar uchun maxsus yemini taklif qildik. Davlasi mana bugun 26-yanvardan boshlab boqish jarayonini o'rgatib beramiz. Bir oydan keyin natijasini sizlarga taqdim qilib beramiz. Beda somon ishlasab bermaslar. Shuni o'zi, ha. Mana ichini qarang. Beda somon hamma narsa. Makka, bug'doy, arpa, vitamin hammasi normalda berilgan-da.